Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, aka-ukalar, mana navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Marhamat tumaniga olib kelib o'rnashtirdik. Darvozamizning razmerlari bo'yiga 320, eniga 330. Listlarimiz o'sha 1 uchlik shtampovka haytekliyiz. Mana ko'rinishlari, kraskalariga 3 yildan 5 yilgacha garantiya. Nirjininkalari ham o'sha 09 yaxshidan qo'yib beradi. Zamoqlarimiz ham o'sha yaxshi zamoqlar. Ochilib yopilishlari, mana holatlari. Profillari 1,5 stinka bo'ldi, 6 ga 4. Stokalari 8 2lik stinka bo'ldi. Taglariga shvilli qo'yib berdik. Ko'rinishlari. 1 kvadrat metrini 650 mingdan 750 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Tepalariga lazerdan gul qo'yib berdik, g'oyalanib chiroyli shabadaylanib turish uchun. Orqa holatlarini ham bir ko'rsatib o'taman. Mana orqa holatlari. Yo'q, ishda, bu yoqqa ishda, tepaga ikkita qog'oz o'rnida. Mana ko'rinishlari. Chiroyli qilib, orqalari ham tekis. Kimgadir shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, ekranimizni pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor, stanovkalari ham ichida. Do'stlar, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.